pasportimda 5 kun vaqtim qoldi. Demak, 17-sentyabr avvalambor assalomu alaykum aziz vatandoshlar va bizning kuzatib keluvchi aziz yaqinlarimiz. Mana Sardorbek Abdumamatov akamiz bizga murojaat qiluvdilar. Ro'pa-rosa pasportlariga 5 kungina vaqtlari qoldi. Rost akamiga yordamchi bo'lik deb o'ylaymiz. Chunki bir og'iz o'zlaridan fikr so'rab qolamizki, ish proses jarayon qay tarzda bo'lishini, chunki ko'p kishi bizdan so'raydi. Va sizlar kutganlaringizdek Marhamat akamiz jay darajasiga javob berib qo'ysinlar o'zlaridan. Bir og'iz fikr so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Men pasportimda 5 kun vaqtim qoldi. Shahram akaga telefon qildim, murojaat qildim. 5 kun vaqtim qoldi. Qo'rqdim, chiqmasa kerak deb. Nimadan ham moddiy yordamdan ham pulim yo'q edi. Shahram akaga bir og'iz iltimos qildim. Hamma narsani bitkizib, chiroyli qilib yopib berdi. Inshaalloh hamma narsam chiqdi. Xudo xolasa sizga kattakon rahmat ishonganlaringiz uchun. Avvalambor, Xudo xolasa dosyalari tappa-tayyor va demak bugun olib borib topshiradilar. Shu bilan ishlamlari bitdi. Xudo xolasa kimliklarni ham kutib qolamiz. Xudo xolasa mana shunaqa xizmatlarimizni ko'rsatishda sizlar uchun har doim davom etamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.